Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, bizning stelkamiz yopilishiga ham 3 minut 55 sekund qoldi do'stlar. Xo'p, kutamiz, qani nima bo'ladi va rezultat qanday bo'lishini hozir 3 minutdan keyin 3:40 sekunddan keyin ko'ramiz. Hozircha yaxshi emas. Tepaga qarab ketyapti, lekin pastga tushish ehtimoli bor. Chunki qizilda o'rtasida aylanib yuribdi. Va mana tushdi. Yaxshi ketyapti. Wow! Yana 3 minut mobaynida shunday bizaga mana shunday yurib bersa, juda ham yaxshi bo'lardi. Hozir 47 sekund qoldi 2 minutlikdan. Keyingi ochilishiga ham pastga qarab yurib bersa, sel qilib yurib bersa, agar bizaga juda ham katta plus bo'lardi va juda ham omadli bo'lardik. Xo'p, do'stlar, 6 ta $3000 qo'yganman. Xo'p, juda ham riskka kirib ketyapman. To'g'risi gap. Men bunday analizlarni qanday qilyapman, qanday analiz ishlayapman bilishni xohlasalaring agar, xo'p, mana pastga ko'rib turganlaringday Aron 25 va KKI 20 yozilgan. Bu kiyimi bilmadim, lekin ana shu ikkalasi menga signal berib turibdi hozircha. Xo'p, udalet qilamiz. Dalshi menga bu signallar kerak emas, chunki men o'zi pastga tushib oldim. Hozirga tepaga qarab o'ynab beryapti, lekin no attack ko'raylikchi. No da hozir sal tepaga borib yana pastga tushadi. No, kutamiz. Yaxshi, mana shunday o'ynab tursa, mana shu joyda o'zida vobsha shallak bo'ladi do'stlar, mana shunday qiladi. Tak, qizil chiqardi bizaga, pastga qarab yurish bor. Значит, pastga qarab yana yuradi. Tak, 5 sekundlik. 5 sekundlik anchagina pasaygan, lekin tepaga qarab yuradi deyapti-ku. Tepaga qarab yuradi deyapti do'stlar. 5 sekundligimiz ancha tepaga qarab boradi ekan. Va mana tepaga qarab chiqyapti. No. Atak, lekin nima deydi? Biza unchalik darajada minusga kirmaymiz. Balansimizga $63,000 bor. Aslida $81,000 edi balansimiz. To'g'risi gap, u yerni ko'rsatmay qo'yganman. Xo'p, xullas juda ham balandlashib ketdi, lekin bizaga 40 sekund vaqt bor. Shtobe biza yutishimiz uchun. 19 sekund pastlab ber endi. Qani? Pastlab ber. Voy, yaxshi. 12 sekund agar ana shuni ushlab tursa, bizaga plus bo'lardi. Ataki minus bo'lmasdi. Yaxshi, pastlab beryapti. Bir yaxshi. Juda ham yaxshi bo'ldi do'stlar. Va endi ko'ramiz, keyingi zilkamizni ham ochib olamiz. Avvaliga ko'rib olish kerak. Mana bu yerda vobshe zo'r shans bo'ldi. Zo'r shanslar ko'rinib turibdi do'stlar. Ochsak ham bo'ladi, lekin обязательно to'g'rigina analiz qilish kerak. Xo'p, mana bu zo'r. Juda ham zo'r turibdi do'stlar. Bu degani pastga qarab ketadi degani do'stlar. Xo'p, bo'lmasam stavkamizni qo'yamiz. 2. Xo'p. 3 minutlik emas, 2 minutlikka qo'yamiz. 3 minutlikni 2 minutiga qo'yamiz.
Pastga qaratib qo'yamiz do'stlar, pastga. Xo'p. Mana $3000 dan $9000 qo'ydik do'stlar. Xo'p, ko'ramiz. Pastga qarab ketadimi yoki tepaga qarab ketadimi yoki minusga kiradimi? Shuni ko'rib olamiz do'stlar. Agar minusga ketsa, yana ochamiz. Agar plyusga ketsa, boshqa ochmaymiz. Shunaqachun do'stlar. Buni analiz qilib bilish kerak. Analizni qanday qilasizlar? Ko'z bilan qilasizlar. Analizni qanday qilasizlar? Qaraysizlar, aniqlaysizlar. Ya'ni o'sha joylarda to'g'ri tanlov qilasizlar. Nainki voymaga berilib, nainki biron bir narsalarni o'ylab, как будто hozir minusga kirib ketdim, hali сделка ochmasdan minusga kirib ketaman deb o'ylamasdan, yaxshigina fikr yuritib va o'sha narsani qilsalaringiz, mana bunga o'xshab, mana meniki o'sha pastga qarab ketyapti do'stlar. Shunaqa gap. Mana pastga qarab ketdi. Lekin bu tepaga chiqib ketish ehtimoli ham bor. Tepaga qarab yurib berish ehtimoli ham bor. Yana pastlab berishi ham bo'lishi mumkin do'stlar. Shunaqa. Ko'ramiz, qani nima bo'ladi. Oxirigacha ko'rib tomosha qilamiz. Xo'p. 30 sekund qoldi do'stlar. Bu ham bizning pobedamiz desak bo'ladi. 19 sekund qoldi do'stlar. Xullas do'stlar, kechanki videoga aytganimday $100 dan $1000 da 10 kishiga tarqataman degan edim. Xo'p, uni aniqladik do'stlar. Dushanba kuni, Xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa, dushanba kuni razdacha bo'ladi do'stlar. Bizaniki. Xo'p, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal profilda silkasi qoldirilgan. Xo'p. Bu yerdan 10 minutlikka olamiz. Yo'q, deyapti. Endi bu yerdan 3 minutlikka olib o'zimizda taktikalarni qo'llab turib ko'ramiz. Bu ham polisi ham bo'lmaydi. Mana bu sal aytaydiganga o'xshaydi-yu, lekin ko'rish kerak. Mana do'stlar, pastga qarab ochamiz. Lekin tepaga ham qarab ketib qolishi ham mumkin-da buni. Tepaga ketib qolishi ham mumkin. Xato qildim deyman-da. Do'stlar, xato qildim. Chiqsi yo'q. Mana shu yerdan yana pastga qaratib ochamiz. Allohga tavakkal deydi-ku. O'rtaga o'ynab turibdi do'stlar, o'rtaga o'ynab turibdi. Hozircha. Na tepaga qarab yuradi, na pastga qarab yuradi. Tepaga qarab yursa yana ochaman, pastga qarab yursa esa ochmayman. 2 minut vaqtimiz bor, topib bezab plyusga kirishimiz uchun. Lekin bu minusga o'xshayapti do'stlar, minusga o'xshayapti. Onnasini hamsin. Bile. Shuncha pobeda. 1 2 3 4 ta minus bittasi, ikkinchisi va uchinchisi, bo'lsa esa to'rtinchisi do'stlar. Mana bu pastroqqa ham 2 ta bor. Pastga yana 5 ta bor do'stlar. Mana pastroqqa 2 ta bor. Uni ko'rsatib o'tirish shart emas. Menimcha o'ziga ekan-ku. Xo'p. Basic chanini qo'yaylik. Davay, yana pastlab ber iltimos.
yana gamgina 1 minut davomida shunday pastga tushib boraver. Ha, shunday. Yaxshi. 43 sekund qoldi. Do'stlar, kecha balansimga $83,000 edi. $83,000 edi. Xullas erta bilan perevod qildim, ya'ni kartaga o'tkazib olaman deb tashlagan edim. Hozir выполненadigan, lekin hali kartaga kelib tushmagan. Kartaga bugun obedgacha kelib tushishi kerak. Xo'p, mana bu 10 sekund qoldi. Davay, ancha pastga ushlab turgin, iltimos seni. Ancha pastga ushlab turgin. Faqat tepaga qarab ketma. Yaxshi. Balansimizga 105,000 bo'ldi. Balansimizga 105,000 bo'ldi do'stlar. 130,000 yoki 140,000 qilsam agar inshaalloh 100,000 balansimga qolib 30,000 kartamga chiqarib olaman. Bo'lsa ham plyusga kirdi do'stlar. Xo'p, $117,022 bo'ldi do'stlar. $30,000 inshaalloh balansimga chiqarib olaman. Bir borib aylanib kelish kerak. Tipa Dubaygami, biron joyga. Xo'p, bu yerdan tepaga qarab deyapti do'stlar. Tepaga qarab yuramiz deb belgi beryapti. Mana bu yerdan aniqlash uchun chi bilan ko'rib olamiz do'stlar. Ha, tepaga qarab ketadi ekan. Hech yo'q, 2 minutlikka qo'yib tepaga qo'yamiz. $3,000 tepaga qo'yamiz va sal kattartiraylik. Ko'rib olaylik chiqadi, nima bo'ladi. Jabamasa yoki yana stavka qo'yamiz. Bo'ladi ekan. 4 minutlikka stavkani qo'yamiz do'stlar. Mana shunday. Xo'p, 4 minutlikka qo'ydim do'stlar. Va mana tepaga qarab ketyapti. Yaxshi. Zo'r bo'ladi. Hammasi joyidagi. Xo'p, agarda kimga bir soat ichiga tradingning sohasini o'rganib olaman deydiganlar bo'lsa, kimdirga shuni menga Telegramdan yozinglar. Обязательно pullik, lekin YouTubedan keldim desalaringiz, men sizlarga 50% qilaman. Qimmat emas do'stlar. Unchalik qimmat emas. Atiga 1000 somon. 1 million so'm. Atiga u 1 million so'mni bittaga chiqarib olishlaring mumkin. Shunaqa do'stlar. Bir kun ichiga agar zehnlaring juda ham tez bo'ladigan bo'lsa, yarim kun ichiga o'rganib olishlaring mumkin. Men o'zim onlayn tarzda stavka qo'yishni o'rgataman. Ikkita telefon orqali bittasi bilan siz bilan gaplashib turgan bo'lsam, bittasi bilan siz o'zingiz tradinglikda boshlayverasiz. Ko'rsatib turaman, qayerga qachon qo'yishdi, nima qilishdi, qanday analiz qilishdi, hammasini ko'rsataman. Bu minusga kirdimi deymanda. Tepalab ber, minusga kirdi do'stlar. Voy, minusga ketdi. Atak mana bu 3 taligimiz plyusga kirishi bo'lishi mumkin. Lekin yana stavka qo'yaman do'stlar, tepaga qaratib yana stavka qo'yamiz do'stlar. Stavka deyapmiz, сделка ochamiz do'stlar. Xo'p, 5 ta сделка qo'ydim. Bu pastlab ketdi-ku. Lekin tepalaydi deyapti-yu pastdan. Tepalaydi-da. Tepaga qarab ancha chiqadi do'stlar. Tepaga qarab anchagina chiqadi. Qo'rqmasak ham bo'ladi. 99,000 dollar pulimiz qoldi. 99,022 dollar pulimiz bor hozircha. Пока что. Kirganimizga $81,000 edi. Hozirga esa biza $18,000 plyuskamiz hozircha do'stlar. Hozircha.
Грубо говоря, yarim soat ichiga. To'g'risi gap. Xo'p, bu o'ynab beryapti, o'ynayotibdi. Tepaga qarab yurmayapti. Yaxshi, yana tepaga qarab ber. Mayli, shu oxirgi sekundiga tepaga qarab yursa, вообще zo'r bo'lardi. Nimaga bu hozir bu yoqqa buncha o'ynayotibdi, o'ynab beryapti. Bitta joyga o'ynayapti-da, bitta joyga turibdi, buni qaranglar. Yaxshi ko'tarildi. 45 sekund qoldi do'stlar. 45 sekund qoldi. Iltimos. Juda yaxshi. Yana ana shunda ketaver tepaga qarab. Tepaga qarab yurish bor. Tepaga qarab yurish ehtimoliga ega. Chunki pastga qarab keta olmaydi bu. Maksimal darajada pastga tushib kelgan o'zi bu. Maksimal darajada pastga tushib kelgan. Endi u tepalash kerak. Mana plyusga kirdik. 3, 2, 1. Let's go. Vash do'stlar, endi mana bunisini kutamiz. Qani nima bo'ladi? Xullas do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek tepaga qarab ketdi. Bo'yni aytganimday 9 sekund qoldi. Xo'p, o'sha gap do'stlar. Agar Telegramga o'tsalaringiz, rozыгрышga победитель siz bo'lsangiz, albatta pulingizni olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Tursunov Mahmudbek.